O'zingga kengligi yer osmonchalik bo'lgan jannatni eslatgin. Bu dunyoda och qolasan, chorasiz qolasan, xafa bo'lasan, kasal bo'lasan, haqlaring poymol bo'ladi, zulm ko'rasan, shunda tushkunlikka tushib ketasan. Hayotdan zerikish paydo bo'ladi. Agar mana shunday holatga kelib qoladigan bo'lsang, birodar, Robbingni huzurida seni kutib turgan, sen uchun tayyorlab qo'ygan jannatni o'zingga eslat. Inshaalloh o'sha jannatga borasan. Mana shu e'tiqod bilan yashaydigan bo'lsang, ustingga kelayotgan, seni yuragini siqayotgan bu balolar, musibatlar hech narsa bo'lmay qoladi. Aqlli insonlar o'zlarini oxirat uchun ishlashadi. Chunki oxirat bu dunyodan ham yaxshiroq, ham boqiroq. Ahmoq odamlar bo'lsa, mana shu dunyoni o'zinigina o'zlariga qarorgoh deb bilishadi. Shu dunyo hayotini, huzur halovatini orzularining cho'qqisi deb biladi. Alloh taolo aytadi: "Bal tu'sirunal hayatad dunya val axiratu xoyrun va abqa." Yo'q, sizlar dunyoni ustun ko'rasizlar. Vaholanki oxirat ham yaxshiroq, ham boqiroq. Birodar, dunyodan zerikkan bo'lsang, muammolardan to'ygan bo'lsang, ko'ngling sovib ketayotgan bo'lsa hayotdan, seni oxiratda kutib turgan jannatni eslat. Shunda bu musibatlarning hech narsa bo'lmay qoladi.